Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hop, bugun reklamamizda Xitoyning Sushni lentishni apparati zavodchi. Buni kulli obyomi 500 kilogramm. Buni yangisi hozir kecha kunduzda olib kelaman desangiz $5000 bo'lyapti. Buni hali ishlamagan bu ham, oldinroq olishgan. Shuni sotiladi. Narxini $3500 atrofida kelishib beriladi. Hop. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsak 99 395 0979 aloqaga chiqaverasizlar. Garantiyalari bor, ishonchli va sifatli apparat. Mevani juda ham chiroyli nima qiladi. Shu patnis qo'yilgan joydan olib ketib, u yoqdan o'zi pishirib olib chiqadi. Har qanday meva sabzavotni. Xitoyning lentishni Sushni apparati. Yoqqan bo'lsa bittadan like bilan komment bildirib ketamiz. Temperatura 100 dan o'tib hech narsa qilmaydimi shu bir yo'l? 200 ga qo'ydim maqsad. Ha? 200 ga. Yo, 100 ga tushib qo'ydim. O'sha 5-10 o'tadi. 98 67 ishlatdi.